أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli kardeşler, biz bugün Sure Al-İmran'ınki 122. ayetine geldik. İlgirki ayetlerde Allah Subhanahu ve Taala örnek süpütüde kumandanın mesuliyeti ve egeş güçlerininki mecburiyeti, itaat mecburiyeti qalbinin asası nişanı meyli kumandan kim bolsun, egeş güçler kim bolup ketsin, muşu şartlar hazırlanmağını da qalb olmaydı. Müminler sepi başkalarının hücumuga uçuraydı. Bunun en örneki Resulullah'ınki Uhud uruşidagi müminlarni urushga hazırlab vazifalarini taqsim qilganligi ve müminlarning ichidagi bir bilik qoidasizlik shu vaqtidagi yoki Resulullah'ning buyrug'iga itoat qilmaslik qilmishlari tufaylidan chiqqan natijani bizga o'rnak sifatida ko'rsatib o'tgandi. Bugungi oyatda o'xshashla shu Uhud urushiga munosabatlik mazmun Uhud urushining har tarafidan bizga ibrat, savaq, darslarni beriyotdi. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda davatida astag'iz billah iz hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallohi falyatawakkalul mu'minun. Avval qisqa bir tarjima qilsam qarindoshlar, o'z vaqtida aranglardan ikki guruh kishilar sal korkuş bir xil tuyg'usi oldularda, xiyolida kessek ularmi, chekinsek ularmi deydigan bir xil xiyol kechdi. Hamma ifodasi xiyol kechdi. Alloh bularning igisi mu'minlar Allohga tavakkul qilsin deyotdi. Ham bu yerdagi ikki guruh kishilar Banu Haris Avs qabilasidan, Banu Salama Khazraj qabilasidan. Bular shu vaqtdagi jangning o'ng va sol qanotiga mas'ul kishilar. Bular jangga keldi. Şu vaqtdagi müminlarning ichidagi munofiqlarning beshi Abdullah ibn Sulul bularga nima deydi? Urush olmaydi bu yerda. Ular shunda bizni ko'rdimi Qurayshlar ketido. Ma gap bilan aloqaga xil anglagan bo'lg'achqa kelib jangning biroz haybati va qarshi tarafninki qurol yaroqlari biroz ilg'or, sanatiga ko'p, musulmonlarning az. Bu ahvollarni ko'rdida shu vaqtdan keyin yuz bergan bir ahvol shu munofiq Ibn Sulul Rasulullohga agar bu yerda urush bo'lmaydi deb qaraymiz, rasmiy urushib qolgan bo'lsa qiltoq, lekin endi urush bo'lmaydigan o'xshaydi, biz ketili deb o'zining odamlarini egashtirib ketdi. Shu vaqtida Mavlaning ikki guruh kishilarningki, munofiq emas Mavla, haqiqiy mu'min kishilar kallasqa g'il-pal kessak ularmi ya? Bir xil azroq qo'rqincha, masalan, qanday ular degandek bir xil tuyg'u keldi-yu, ammo shu hamallam u tuyg'ularni cho'rib tashlab urush tarafiga qanaqib ketdi, mangib ketdi. Demak, ahvol shu. Biroz kallasqa bir narsa kechdi, undan keyin qaytadan irodasining keyniga egishib mangdi. Bu yerlik oyatdagi hamma ifodasini yuqorida tunishtirdim, tushundirdim, ya'ni kallaga shunda bir narsa kechidu, ondan keyin yana aslidagi insonning asli azimati, irodasi o'zining kuchini ko'rsatdi, o'zining yo'liga davom qiladi. Bu ahvol arab tilidagi oyatdagi hamma so'zi bilan qana qilingan ifodalangan. Endi bu oyatdan maqsad nima qarindoshlar? Allah subhanahu va taolo bu oyat orqali bizga nima demoqchi desa, Allah bizga o'zimizni tushuntiryapti. Yani insan buluş sifati bilan insonga ajoyib xiyollar keladi. Nurg'ulg'an xiyollar keladi. Bir yo'lda ketib o'tib, o'ng tarafga qayrilsam bular manaqa ma'naviy fikriy jihatga hukm deyotman-ku, masalan, bir jangga mangdoq, bir vazifa ustiga mangdoq va yoki boshqa har qanday bir dinning, millatning xizmatiga mangdoq yoki ishqa bir ish qildik. Qalbimizga bu yo'ldan chekilish, o'ng, sol tarafga qayrilish degandek har xil xiyol keladi. Mu'minlar mu'min bo'lib bilan hayotida kurashishda, mush kurashning ichida har xil xiyollar keladi. Inson ojiz bo'lgan yoki insonning yaratilma tabiati shu o'g'ashqa shunday bo'ladi. Ammo uningla bilan
birisini ayıplığı olmaydı. Yoki onunla bilan birisiga besim sağlamaysan bunda xiyonlik qilmasliging kerak deb. Va yoki mu'min o'zidan bu xiyoldan gumonlanish qolmaydi. Ya'ni acaba men bir munofiqmiman? Masalan, men bir musulmon mu'min bo'lsam, nimda bo'shni qilmoqda? Da bir qilis gap qilgan xiyol uni boshqa yerga egassa bo'lmaydi. Buni Qur'on bizga tushuntirib, nimda aytadi? Mashta xiyol keldi-yu, ammo Alloh u ikkisining valisi deb aytadi. İki grup kişilerin kalır şuna xiyol keldi. Qaçsa qolamya? Darhol aslidagi irodasiga qaytib, mustahkam maydonda turdi. O'z yo'lini davom qildi. Lekin Allah bununla bunu tashlab etmedi. Dediki Allahu veliyuhuma, vallahu veliyuhuma. Allah bu ikkisining ilgisi davatıdı. Şu vaqtida iki grup kişilerin içinden birisi manda bir degan gap bor, shuni rivoyat qilinadi. Kalımızın şuna ahval keçti. Yani qaçsa qolamı ya? Qanda qop qala? Sel mesele igraq tek turdu. Amma mustaqil keçmegen bo'lsa bo'lmaydi ekan to'q. Hanim bo'lsa bizning Uyg'urcha ifodalasan sizlarga, hanim bo'lsa obdan kechibdi ekan to'q. Mushu xiyol kechganlik tufaylidan sababi bilan Allah subhanahu va taoladan shundoq bir medal elib oldim deydi. O medal qaysi? Vilayatulloh, Allohning igisi. Allah bularning igisi. Allah bularning igisi degan bir sharafga noil oldim men deyapti. Agar xiyolimdan bunda ahvol kechmagan bo'lsa, başdan oxir unda deyilmaydi. Men dedi-ku, mashta xiyol kechdi bularning kallasini. Sal qo'rqib keynimizga chekinsak ularmi deb o'yladi. Allah bularning igisi degandan keyin bizning kallamizga shunday xiyol kelib, Allah bunun ilgisi degan sharafga noil bo'lishning o'zi buyuk bir sharaf deb bunda aloqa o'zining mushi ishda Allohning viloyatiga ega bo'lganligini bir xil nima bilanamda bir suyunish bilan qanday qilyotdi, tasvirlayotdi. Endi ilgirki darsda shu deb keldik. Bugungi darsda o'zbekcha shuning ustida ketyapmiz. Uhud urushi haqida. Uhud urushi Badr urushidan keyin bo'lgan urush. Uhud urushida bek köpligen ibret, köpligen ders, köpligen savaqlar var. Şunlar Kur'an bunu köp tilga algan. Bilimiz Badr uruşu Müslümanların g'alabasi bilan oxirlashgan. Badr urushininki ahvoliga nazar tashlasak, Müslümanlar san jihatdan az, tayyorlik jihatdan nima az. Chunki Badrda Müslümanlar urush qilib olmagan, jang qilib olmagan aslında. Qurey Mekke'de Müslümanların mallarını bulan talan qilib musodir qilib olgan Qurayshninki karvonning oldini tusib, aş Mekke'de yo'qotgan mallarının o'rnini to'ldirish, ya'ni ularning mol-mulklarini musodir qilish uchun borgan. Ammo Alloh boshqacha iroda qildi u yerda. Masalan, karvon deganda qanchalik odam bo'lmoqchi? Necha 10 odam bo'ladi, necha 20 odam bo'ladi. Ularda ig'ir qurol olmaydi, yengil qurol oldi. Agar karvonga tegish qilib, karvonni besib, karvonning mol-mulklarini elib kelgan bo'lsa, bu bir g'animat oldik deb xushal bo'lishimiz mumkin. Ama çoğun g'alab bo'lmaydi. Chunki 1-2-300 odamninki 20, 30, 40, 50 odamning ustidan g'olib kelib, uning mol-mulklarini elib olish cho'ng ish emas. Ammo Allohning irodasi shunda bo'ldiki, bularni buldunmi ko'p. Qurol yaroqlari ilg'or, masalan, rasmiy askar hamdi, rasmiy askarga uchrashdi. Bu asli karvonga mangan rasmiy askarga uchrashib qoldi. Bu rasmiy askar bilan uchrashib, buning ustidan g'olib kelgan bu g'alaba musulmonlarning raqiblarining qalbiga ajoyib ig'ir darajada nima keltirdi? Qo'rqinch soldi. Shu Badr urushining g'alabasidan keyin dinning dushmanlari o'zining e'tiborini qaytarib olish uchun, kufrning e'tiborini qaytarib olish uchun 1 minut mata to'xtab qolmadi. Hatto shu darajadaki Badrdan keyin Uhudga bo'lgan oraliqda shu ba'zi Badrda talafatga uchragan mushriklar balavoqlarini yig'lig'ili qo'ymadi. Nimishqa mana bir gap bor-ku, yig'lasa odamning ichi bo'shab qoladi, intiqom sal susishib qoladi degan bir uqum bilan bular yig'lamaysa. İntiqam har doim kallangni bo'ladi. Intiqomni har doim esingdan chiqamaysa, biz cho'qim bo'ldim qani intiqom. Mushu hissiyat bilan bular bir yilni o'tkazdi. Hatto ashliqi karvon
qutulib qolgan karvonning mol-mulkini bular boshqa yerga sarf qilmay, zodi bizning mushu karvon tufaylidan yo'qotgan e'tiborimizni mushu karvonning mol-mulki bilan qaytarib olamiz deb shuni shu yerga ishlatdi. Onun üstüge tehe Uhud uruşu buluştun ilgiri Bedir bilan oturdu bir yıl var. Bir yıl içinde bular yeni jim to'madi. Nurg'un qatim musulmonlarga tegish qildi. Masalan, Abu Sufyan boshliq yuzlarcha kishi Madinaga hujum qilgani keldi. Rasululloh buni oldi, sahobalarni aplam oldiga chiqdi, qochdi. Hatto qochgan vaqtida yetishuvamsin deb uloqlarning ustidagi egri narsalarni, tomoq yemak-ichmaklarini birini tashlab qochdi. Şoňaşqa bu qatimliq bu işlining nomi, bu jangning nomi G'azvat-i Saviq deb atalgan. Saviq qiliqi shu vaqtdagi quritilgan yemaklik talqonlany Saviq deydi. Bular tezroq mangala ularni yengillashtirildi deb yemak-ichmaklarini tashlab qochdi. Undan boshqa kuparlarmi, boshqa mushriklarmi Madinaga necha qatim tegish qilish, necha qatim hujum qilish, mushta planlarini tuzib qildi. Rasululloh askarlarning beshida bularning aldığı çıkıp bulanın qayt mışta ahvallar nayt köp bulaqlıqam bir yıl içinde. Yani bulanın ki kallıstan şu Bedir'de yuqatqan itibarını, Bedir'de yevlen yeksan boğan yüzünü qaytıdın kötürüş için 1% izdavatqan bir ahvalı var. 1% izdavatqan ahvalı var. Bulanın hammasi Uhud'dan ilgiri boğan ahval. Ondan keyin ahvalının hammasi bo'lmagandan keyin Uhudga rasmiy toplanıp yığılıp keldi. Dep ötqilgi derslerde Uhud'da boğan iş boldu. Ayetinde Kur'an muş Uhud'da yüz bergen muş jangda boğan işlarni bir-birlep bizge ders savaq sifatida tasvirlab berdi. Masalan, Rasululloh mu'minlarni askarlarni urush o'rinlariga bir-birlab hozirladi. Har bir odamning vazifasini belgiladi. O'rinlarda mustahkam turishga tavsiya qildi. Hatto bir-birlik odamlar kesaklamo degan xiyolni qilib, yana to'xtab qoldi. Sabit turdi masalan. Quraysh kuparlari qana qildi, dastlabda qochdi. Mashta bir ahvol bo'ldi jangda. Yani Allah subhanahu va taolo bu bir jangdan nurg'un ibrat dars, nurg'un mo'jiza, nurg'un oyatlarni mu'minlarga bayon qilib berdi. Bedirda musulmonlar az turib, nayt 200-300 son bilan mingdan ortiq bir dushmanni yengdi. Alloh g'alaba berdi. Bular birinchidan jang qilishga chiqmagan, faqat karvonni musodara qilamiz deb chiqqan. Shuning bilan menda bir xato tuyg'u, garchi tildan chiqmasin, kallasida o'rnab qoldi yoki paydo bo'lishga boshlagan. Bir kishi musulmon bo'lsalar, islom mansubiyati bo'lsalar, g'alaba qiladi. Ma tuyg'u to'g'ri tuyg'u emas, mush tuyg'u o'rtaga chiqdi. Shuning bilan bu yerda qilishga tegishli sabablar bor. Hazırlaşqa tegishlik imkoniyatlarni hazırlash kerak. Bu qoidasi va tartibi va ma dunyoninki. Alloh o'rnatgan bir sabab qonuniyati va Alloh Uhud orqali bu qonuniyatni musulmonlarga o'rgatdi. Sababni chang tut dedi. Tayyorlig'ingni puxta qil dedi. Soning joyida bo'lsin dedi. Qo'mondonning vazifasi bu dedi. Askarning vazifasi qo'mondonga qanday qilib itoat qilish, mushlarning hammani amaliy isida qo'g'idek bir darajada musulmonlarga dars berdi, musulmonlarga savoq berdi. Masalan, ayni misoldan birisi, biz mushu darsni shuni so'zlayapmiz ya, tog' ustiga o'rinlashtirilganlar buyruqqa xiloflik qildi. Cho'qim mag'lubiyat kelish kerak. Bu yerda bu yerdagi bularning bu buyruqqa qarshilik qilishi g'alba bishorati ko'rinib bo'lgandan keyin qarshilik qildi bular. Dastlabda musulmonlar g'alba qilib mushriklar hammamizni tashlab qochdi ya. Shu oni ko'rgandan keyin bo'ldi bu muxolifat. Shunga bu yerda muxolifat bo'lgan yerda mag'lubiyat bo'lish kerak. Agar unda olmay qolib qolsa, bundan keyingi tartib tuzum bo'lmay qoladi. Bu qadar ko'p mazmun bo'lgandan keyin bu jangda, Uhud jangida mushu jang haqida 60 oyat 60 yaqin oyat mujang haqida kelgan. Nima desa, bu jangdagi har bir bosqichlardan bizga ibrat, savoq, darslarni bayon qilib beriyotdi. Musulmonlar harakatni qanday qilish kerak, jangni qanday qilish kerak, tartib qanday bo'ladi? Bu yerda musulmon bo'lib qo'yish cho'qim nisbatga erish kerakmi? Yo, qoidasi bor ishlarniki. Buning bir qiladigan sabablari bor. Tutishga tegishlik bir imkoniyat bor, hozirlashga tegishlik. Qoidasi bor, prinsipi bor hayotninki. Şoňaşqa Qur'an buningda 60 yaqin oyatlar
mushundagi dars ibrat savoqlarni bizga bayon qilib beriyotdi. Endi biz mo imkoniyat yetishicha tushunchimiz yetgan miqdorda buni bir hazm qilishga qanaqa qilyapmiz, tirishyapmiz qarindoshlar. Masalan, bular chiqqan vaqtida munofiqlar Ibn Ubayninki ostidagi munofiqlar qilib qoldi. Anda olsa bu yerdan nima hukumni, nima tushunchani olamiz qarindoshlar? Mashta ig'ir janglar, mashta qiyinchiliklar dal mu'minlar safini pokizlash, tozalash uchun eng muhim bir payt. Mashta paytda andan mu'minlar safi tozalanadi. Ha, ma'o mu'minkan, ma'o mu'min emaskan. Yoki diqqat qiling, mu'minlarning qanchalik sabit, qanchalik mustahkam, o'zining o'rnida qanchalik tura oladi, vazifasini qanchalik o'rinlay oladi va uning azroq ikkilanadigan taraflari, mush taraflari hammasi chiqadi. Hammasi chiqadi. Shundan keyin, masalan, o'tirg'i cho'p kim bu yo'lninki, bu da'voninki mustahkam edimi? Kim ikkinchi darajadagi, kim uchinchi darajadagi, kim mu'minlik, musulmonlik siziqining keynida qolgudek darajada munofiq, bular oydinlashib bo'lgandan keyin bu tarixiy bu da'voninki bu yo'lning vazifasi shu bo'yicha ustiga qanday qilinadi, yuklanadigan gap. Bu bir nuqta. Ikkinchi nuqta, biz bir yo'lga aqida qilib kirdik. Bizning bir aqidamiz bor bu yo'lda. Aqidaning beshi Alloh qo'ygan ishonch, Alloh qo'ygan iymon, Allohning asmo sifatiga qo'ygan iymon. İman, aqida, ishonch dal amaliy jarayonlardan keyin rasmiylashadi. Uning oldidagi birinchi qadami. Agar amaliy maydonlarni beshini o'tkazmasa, u bir quruq da'vo bo'ladi. Masalan, bir odam Allohning razzoqligiga ishonsa, amaliy hayotida bir qiyinchiliklarga yo'laqdi, iqtisodiy qiyinchilik, rizq qiyinchiligiga yo'laqdi. Shuning bilan bu o'zicha aqllilik qilib o'zicha tadbir olgan bo'lib, Allohning razzoq sifatini unutib, g'ayri shar'iy yo'llar orqali, noto'g'ri yo'llar orqali boshqalarning haqqiga kirsa, yo'ldan chiqsa, bu odamning dastlabda Allohning razzoq sifatiga aytgan iymoni masnaqda qilib qolgan bo'ladi, ya'ni quruq gap bo'ladi. Bu bir misol. Bir odam ajalning Allohning ilgida ekanligiga iymon etgan bo'lsa, haqiqiy ravishda aldığı bir jang keldi. Millatning, dinning manfaati sal shunga qarashliq, dal shunga qarashliq bir jang, buyuk jang. Bu yerga kirishi kerak. Chunki hayot mamatlik, mavjudiyat masalasi o'zining hayotining Allohning ilgida ekanligiga haqiqiy ishongan odam dal mushnaqdan o'tadi. Shundan keyin uning Allohningki butun ajallarning Allohning ilgida ekanligiga bo'lgan iymoni rasmiylashgan bo'ladi. Demak, aqida bobi qanaqdir bir odam, mening aqidam sog'lom. Men anda o'ylayman, bunda qarayman. Allohning xoliq ekanligiga iymon aytma, razzoq ekanligiga iymon aytma, hammasi maliki yawmiddin ekanligiga iymon aytma degan gaplari mujarradi shahodat, tildagi shahodat avval bu. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh tildagi bir shahodat. Buning hayotdagi amaliy voqealar orqali bir rasmiylashadigan bir jarayoni bor. Bu orqali andan rasmiy aqida egisi kim va da'vo egisi kim? Saxta da'vo egisi. Kim sinoqdan o'tib darajasi bekitildi? Kim siziqning sirtida qolib qoldi? Oydinlashadigan gap. Andan keyin vazifa qiyomatga qadar bu yo'lning, bu omonatning vazifasi shu bo'yicha ustiga qanday qilindi? Yuklanadi. Uhud dal mushuninki Rasulullohning hayotida yuz bergan eng go'zal o'rnaklardan birisi qarindoshlar. Ondan keyin ya'ni bayatni deganimdek insonning sharoitidagi insoniyat ruhi bu yerda tovlanib chiqadi. Iymonning aqida qismi og'izda deb qo'yish bilan bo'ladigan narsa emas, balki har munosib, har vaqa aqidaning har bir qismini tavlab, rasmiylashtirib,
Rasmiy qatağa tezidi. Xodalaqqa oldimizga kelgan bir muncha hujjatlab qolsa, birdan bir ko'zdan kechirib, qo'l qo'yib, rasmiylashdi deb olgandek, hayotimizdagi bayatın degandek voqeliklar, har munosabatlar bizning kallamizdagi aqida, idimizdagi aqida, iymonlarni rasmiylashtirib bir tarafga qana qiladi, o'tkazadi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo bugungi oyatda ikki guruh kishilarningki keyingi qaytilmiya degan bir tuyg'u, bir kallasdan kechgan fikrni tilga oladi. Nimishqa? Bu yerda bizga shuni bildirmoqchiki, bu inson. İnson nafsi va inson nafsining alohidaligi shuki, har xil xiyol kechidi. Hatto odam o'ylab, o'zini titrak bosqudek xiyol kechidi insonning kallasini. Ammo bu xiyol haqiqiy tirik bo'lgan bir aqidaning oldida, tirik bo'lgan bir ideyaning, sof qalbningki mustahkam irodaning oldida mu'minning mu'minligiga hech ta'sir ko'rsatmaydi. Oyatda ya Allohu veliyuhuma. Allah bularning nimasi igisi dedi. İgisi dedi de. Mishat bizga bir narsani demoqchi. Masalan deyli, tog'ning ustiga o'rinlashtirilgan kishilar sap imom bilan kelgan bu maydonga. Hozir bizga ko'ngilga paydo bo'lgan, ko'ngildan kechadigan har xil o'y fikrlarning ta'sirini davatidi. Birlari yo'lda ashta bir xiyol kechib, u yerdan o'tib, sinoqdan o'tib, jangga kirib, oxiriga chiqdi. Bu bir misolmi? Tog'ning ustiga o'rinlashtirilganlarning unda xiyol kechganligi tilg'ilinmaydi, ha? Ama tağ üstüge bir vazife bilen urunlaştırıldı, okçuluk vazifesi bilen düşmeslik buyruğu verildi. Ama şunda canının galbesinin bişaretini közülen körüvedi. Bularning kallasida qanday xiyol kechdi qarindoshlar? G'animat ketib qoladi. Bizga g'animat qolmaydi deydigan bir xiyol kechdi. Shu xiyolning turtkusida tog'dan qanday qildi tushdi. Qarangmi? Birlari yo'lda kelgach kallasida bir xiyol kechdi. Birlari tog'ning ustida u xiyol kechmagan yo'lda kelgach. Abdullah ibn Ubay bilan qochmagan, tog'ning ustiga o'rinlashtirilgan, ammo o'tkinchi bir voqelik bilan kallasida bir xiyol kechdi. Bu xiyolning keyniga chiqib mag'lub bo'ldi. Ya'ni bu yerda shunday demoqchiki, balkim bu xiyol kallamizga keladigan, bu xavotir, bu tuyg'u ishning boshida kelishi mumkin, o'ttirda kelishi mumkin, oxirida kelishi mumkin, ammo Allah subhanahu va taoloning bizni talab qilgani oxirigacha nima turish, mustahkam turish. Hatto o'tirdimi, ishning o'tirdimi, hattoki bir muhim nuqta bor, ha? Agar qalbing haqiqiy Allohga bog'langan bo'lsa, oxiratga bog'langan bo'lsa, ishning o'tirdimi hatto ba'zi masalalarda kallang kechgan xiyolning keyniga kirib ketma. Bu masalani bugungi oyatimizdan boshqa 152-oyati sura Al-Imronninki mana shaklda bayon qiladi Alloh. Va laqad sadaqakumullohu va'dahu. Alloh o'zining va'dasini sizlarga ishga oshirgandi. O'z vaqtida sizlar Allohning izni bilan ularni o'ldirib qirvatdinglar, jangda g'alaba qilgansizlar. Hattoki sizlar qo'rqdinglar, talash qildinglar va sizlar yaxshi ko'radigan bir g'alaba, g'animatni ko'rib bo'lgandan keyin buyruq qasliq qilib tog'dan tushdinglar. Chunki oranglarda tarbiya to'liq pishib yetilmagan, mustahkam o'rnamagan, chunki oranglarda dunyo maqsadi va kishilar vatdi, oxiratni iroda qilgan kishilar vatdi. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo sizlarni ularni qaytirdigani bu g'alaba qilganlardan ketdi. Bu hammasi liyabtaliyakum. Sizlarni sinoq, imtihon bilan qanaqa qilib tarbiyalash, sinoq qilish. Alloh subhanahu va taolo sizlardan o'tibdi. Bu xatoliklarni kechiribdi. Mag'firat qildi sizlarni. Alloh mu'minlarga fazli, marhamat egisi. Bu bir yuqoridagi mazmun. Endi yana bir mazmunga kelaylik qarindoshlar. U xuddi bakjiq bir dars savoqlar va ibratlar dedik ya. Biz aladigan yana bir ibratdan birisi, biz hayotda nurg'un qobil kishilar va iqtidorli kishilar va biz mu'min bo'lib bilan insonga qarta bir xil xatolashmasligimiz kerak. Odamning kuchiga ishinib qilib xatolashmasligimiz kerak. Ya'ni biz mu'min bo'lib bilan g'alaba Allohdan, mag'lubiyat bizning xatolik o'tgan sababimizdan bo'ladi. Biz nimaga erishsak Allohning fazli marhamatiga erishimiz deydigan bir aqidamiz bor ya. Masalan, Xolid ibn Validga qaraylik. Xolid ibn Valid
bir qahramon. Mayli musulmon bo'lishdan ilgari olsun, musulmon bo'lgandan keyin olsun, bular musulmon bo'lgandan keyin tarixda Allohninki qilichi sug'urilgan qilichi degan nomi bilan sharaflangan bir qahramon, favqulodda jang taktikasiga, jang qobiliyati va yani Uhudda musulmon bo'lishdan ilgari kufr tarafninki qahramoni sifatida o'rtaga chiqqan. Ya'ni Elqe tağ üstüdeki uğurlaştırılgan okçular buyruq xilaflık qilib tağdan tushgandan keyin musulmonlar qo'shini qo'rishav qoldi. Boğa ish bo'ldi bu elqe musulmon bo'lishdan ilgirki mushriklar bilan birga kelgan vaqt edi. Endi Xolid radhiyallohu anhu haqiqatan ashta jang taktikasi va qobiliyatli. Ammo bizning bu yerda bir tushunishga tegishli masaladan bir savol qarindoshlar. Ya'ni Xolid ninki Muşu janglardagi umuman zirakligi, qobillik, iqtidori qanday chaqda namoyon bo'ldi qarab boqinglar. Ya'ni insonning iqtidori, zirakligi, qobiliyati o'ziga o'xshash inson bilan bash yolg'iz to'qinishgan vaqtida namoyon bo'ldi qarindoshlar. İnson bilan inson to'qinishgan vaqtda qanday gap endi bu? İnsanın bilan to'qinishadi. Ammo qarshi tarafda Rabbani bir kuch bo'lganida, Rabbani bir manhaj bo'lganida inson uningga taqobil turolmaydi. Buning aniq misoli Uhudda ko'ringan va Xandaqda ko'ringan va boshqa janglarda ko'ringan. Uhudda tog'ning ustidagi o'qchilar buyruqqa xiloflik qilib tog'dan tushdi. Mushuning o'zi bularni ilohiy manhajdan chiqarib o'tib, insonlik sifatida qoldirib qo'ydi. Dal mushakaga vaqtda Xolidning qobiliyati, iqtidori o'zining kuchini joriy qildi deyki, g'alaba qildi. Tog'dan tushganlar shu yerda mag'lub bo'ldi. Bu bir misol. Ikkinchi misol Ahzab urushi, ya'ni Xandaq urushida musulmonlarda ilahi manhajga qarshi xatolik ko'rilmadi. Endi demak musulmonlar vaqtida insoniylik kuch sifatida emas, ilahi manhaj, Rabbani manhaj sifatida o'rtada chiqdi. Xandaqda hech Xolidning gapi yo'q. Bo'lmasa Xolid mushriklarning safida birlik kelgan, musulmonlar hujum qilib kelgan. Xolidning hech gapi yo'q. Bu yerda Xolidning insonlik iqtidori, insonlik qobiliyati, ilahi manhaj, ilahi kuchning oldida hech tilg'ilinmadi qarindoshlar. Bu bir savoq. Uhud qarata oladigan bir savoqimiz. Ya'ni Uhudda ilahi manhajdan chiqib ketib qolgan bir bo'lib musulmonlarning ustida o'zining kuchini ko'rsatgan Xolidning iqtidori, qobiliyati va tadbirlari ilahi manhaj oldida, ya'ni Xandaqda, Ahzab urushida hech o'zining kuchini ko'rsatmadi, hech namoyanda bo'lolmadi. Bu bir masala. Undan keyin Uhud urushini Uhud urushi ustida ibrilgan tadqiqot, izdinish va inchki nuqtalarga qadar incelashdan keyinki bizning oladigan natijamiz nima desa, Uhud urushida musulmonlar mag'lub bo'lmagan, kuffarlar g'alaba qilmagan. Nimishqa? Chunki g'alaba mag'lubiyat degan nima qarindoshlar? G'alaba bir g'alaba qilguvchi tarafning mag'lub bo'lish tarafini jang maydonidan qo'g'lab o'tishi, surukilib o'tishi. G'olib taraf jang maydonini qab qilish kerak. Endi Uhudga qarayli, Shiroqdan kelgan Quraysh g'alaba qildi desak, Uhudda qoldimi, qolmadimi bu bir masala. Undan keyin asr elish masalasida g'alaba odatda qarish tarafdan bir necha odamni asr elish eng oz deganda. Buni bilan tushuntiriladi. Ya'ni mushriklar, Qurayshlar musulmonlardan bir odamni asr oldimi, ololmadimi? Bu ikkinchi masala. Üçüncü masala, Uhud vaqtida hammasi biladi shu vaqtda. Mushriklarmi, Qurayshlarmi biladi, Madina qop-quruq. Erlarning hammasi urush qilishga chiqqan. Madina qapqog'ini shu munofiq, ojiz va kichik bola ayollar. Agar ular o'zini g'alaba qildi deb qarasa, nima uchun Madinaga kirmaydi? Madinaga kirmadi zaten. Demak bu asr ma'amidi, g'animat ma'lamidi, Madinaga mi kirmadi va urush o'g'an yerda mi turolmadi? Bu qanday g'albamdi bu? Urush tugadi. Musulmonlar
şu meydanның o'zida qolib qoldi. Shaharga boshqalar kirolmadi. Bir nafar odamni asir vermedi. Demak, kim g'alaba qildi, kim mag'lub bo'ldi? Bu nuqta bu yerda oydin. Hammalar bilamiz, g'alaba holatda bir xil masala kengayib, g'alaba qiluvchi taraf o'zi xohlagancha ish qiladigan bir ahvol keladi. Ahvol shakllanadi g'alaba holatda. Mag'lub bo'ldi deb qaralayotgan musulmonlar qarayli, shu vaqtda jangdan keyin. Talat ibn Ubaydullah Rasulullohni julab bir toshning ustiga, bir kichik tog'ning ustiga qana qildi chiqadi. Rasululloh shu vaqtda qana qilayotgan, uttu tishlari sunib ketgan, dubulg'a savutlarninki halqalari yuzlariga petib, muborak yuzlaridan jarohatlantirgan bir vaqt. Hatto Rasululloh o'ltirilibdi degan bir xabar taqab, hammalar bir qo'rqayotgan vaqt. Qo'rqayotgan vaqt. Mushu vaqtning hammasida, ya'ni Rasululloh shu yerda mustahkamlik bilan sahobalarni dushmanning keyindan qo'g'lashga chaqirdi. Musulmonlar o qadarlik bir xil o'likdir va masalan yalanganlar va bir mag'lub bo'ldi degandek bir uqumba o'rtada. Rasululloh o'ltirildi degan bir xabar va yolg'on xabar birisi. Shu qo'rqinchliklardan keyingi insonning normal psixik holati qanday bo'ladi? Ammo shularning hammasi yuz bergan turuqlig'in Rasulullohning gapiga binoan ularning keyindan qanday qildi, qo'g'ladi. Mana bularning hammasi musulmonlar safini nihoyat go'zal bir shaklda pakizlash, temizlash. Ya'ni kim qanda, kimning mustahkamlik darajasi qanchalik, iymoni qanchalik darajada, aqidasi qanchalik darajada, o burun uningdan ko'rgan qattiq ixlosman gap so'zlari amaliy maydonda tasdiqdan o'tmadimi? Mushani hammasi oydinlashdiki, Allohning kalimasiga yordam berish uchun qiyomatga qadar omonat sohibi bo'lishga yaraydigan, omonat sohibi bo'lishga haq etgan kishilar shu vaqtda o'rtaga qana qildi, chiqdi. Rasululloh sahobalarni birdan-bir ko'zdan kechirib musulmonlarni Sa'd ibn Rabi'ni topamadi. Shuning bilan Sa'd ibn Rabi'ni izdan deb shuni buyurdi. O'liklar, tiriklarning ichida oqtirilib, ansarlardan bir kishi Ubay ibn Ka'b. Men oqtirib ketvassam deydi. Shu vaqtda o'zining izdavatqanligini rivoyat qilib 70 nechaga qilich, nayza qatorliq nurg'un jarohatlar, o'qyaning o'qi tekkan 70 necha jarohat bor ekan. Ubay ibn Ka'b buni ko'rgandan keyin uning dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi. Qanday ahvoling deb ahvolini so'radi. Sa'd ibn Rabi' dediki, Rasulullohga deb qo'y. Alloh sana bizning islomning nomidan yaxshi mukofotlarni bersin. Ummating uchun jafon chekding degan ma'noda. Va ansarlarga deganki, agar ansarlardan bir odam hayot turib Rasulullohga zarar kelsa, Allohning oldida sizlarga uzri yo'q deb jon berdi. Endi qaranglar. Bu yerda keyin bizga ta'sir qiladigan bir aladigan ibrat savoqdan birisi musulmonninki kurashi hayotidan bo'lmasdan keyin hayotidan keyin bo'ladi. Ya'ni qanday kurash? Sa'd ibn Rabi mang'alaydigan, sog'lom, qilich ko'tara oladigan, qurol orqali jang qila oladigan vaqtda bu maydonda mustahkam turdi. O'zini isbotladi. Endi yorlandi. O'lib ketish oldida, bu dunyodan ketish oldida qilich ko'taranmaydi, qurol ko'taranmaydi. Faqat gap orqali jang qila oladi. Bu kurashni gap orqali davomlashtira oladiki, eng oxirida, hayotining eng oxirgi vaqtlarida qilich ko'taranmasa, qurol ko'taranmasa, gap orqali o'zining jihodini, o'zining kurashini davomlashtirdi. Endi muborak so'zlarini, bayatdan olgan muborak so'zlarini qarindoshlariga qo'ydi. Oxirida Alloh subhanahu va taologa, Allohning huzuriga ketdi. Bu xil sahobalarning idisi bizga nimani ifodalaydi desa, bu janglarda yorulanish, janglarda o'lish yoki o'lib ketish faqat insonni o'zining Robbiga yaqinlashtirishdan boshqa narsa emas. Buni bir mag'lubiyat yoki boshqa shaklda tushunish
Ama bizning musulmon bo'lish, mu'min bo'lish sifatimiz bilan aqidamizga to'g'ri kelmaydi. Masalan, undan boshqa yana bir masala Qur'on jangga qatnashish masalasida o'zri egalariga ruxsat berilgandi. Masalan, laysa alal a'ma harajun va la alal a'raj harajun va la alal marid haraj deb Sura Nurning 61-oyatida masalan a'ma, tokur, kasallarga jangga chiqmasa bo'ladi. Amr ibn Jamuh o'zi tokur bir odam. Mush oyatning tahtiga kirdi, jangga chiqmasa bo'ladi. 4 o'g'li va arslan gibi. Bular hammasi jangga ketgan. Shuna turqligan Rasulullohdan jangga berish to'g'riliq ruxsat so'raydi. Deydi-ki, ya Rasululloh, balalarım meni aş uyda qolib qo'ymoqchi, mening chiqmasligimni xohlaydi, o'zi ketdi. Ammo Alloh bilan qasamki, men mushu maymoq putum bilan, mush to'kur putum bilan jannatga kirishni umid qilaman deyapti. Ya'ni shahid bo'lsam ekan deyapti. Rasululloh dedi, Alloh sana o'zrlik, sening ustingda jihad majburiyati yo'q. Ballarınga deb bo'lib unga ballarlarga dediki, dadangni to'smanglar dedi. Belki Allah shahodatni rizq qilib bersa ajab emas. Rasululloh bilan chiqdi, shahid oldi masalan. Bu bir ruh. İnsan mu'minning hayotidagi kurash ruhi. Ma'ruf shakllanmay turib, bizning ishimiz tez. Yeni bir misol, yeni bir mu'min Rasulullohga dedi, ya Rasululloh, o'g'lim Bedir'de shahid bo'lgan. Men tushimda ko'rdim deydi. O'g'lim menga deydi, o kirada bu yoq kelsan, bizning qachimizga kelsan. Menga ruxsat qilsang Uhudda Rasululloh ruxsat qildi. Urushdi, shahid bo'ldi. Undan boshqa yana bir misol Huzayfa ibn Yamaniyada iymon qaltislik kuch, iymonning kuchi masalan. Islom mansubiyati haqiqatan o'z kuchini ko'rsatdi. Masalan, bunun örnek misali. Dadisi qari odamdi musulmon. Qilichini elib Rasulullahning keynidan yetishdi. Jangga kirdi. Bir shahid bo'lish umidi bilan. Ammo uning u yerda borligini bilmaganligi uni tunmaydigan o'xshaydi bu. Jangga kirgandan keyin o'qishmay musulmonlar o'ldirib soldi uni. Huzayfa o'ydadan deb qoldi. Boshqalar o'y biz o'qmabdi emasmi? Rastga qildi, amaliyotda tunmaydi. Chunki keyindan kelgan, burun dastlabda yo'qdi. Huzayfa dediki, Alloh sizlarga mag'firat qilsin. Alloh Arhamur Rahimin. Rahim qiluvchilarning eng rahim qiluvchisi. Bu qadar dedi. Rasululloh Huzayfaning dadasining diyetini bermoqchi bo'ldi. Huzayfa dediki, men bu diyetni butun musulmonlarga qana qilib sadaqat qildim. Qaranglar, mushu yuqoridagi olgan misollarning hammasi Uhud jarayonida bo'lib o'tgan bir ishlar. Bu bizga nimani ifodalaydi desanglar, Uhud jangi bir jang emas, odatdagi bir jang emas. Uhud jangi amaliyotda musulmonlar sepini shundoq bir pokizlash, shundoq bir tozalashki, musulmonlar sepi bundan keyin zimindagi o'zining asosiy vazifasini, ilohiy kalimatullohi hiyal ulya vazifasini ustiga ilish qadimiga hozirlansin uchun bo'lib o'tgan bir tavlanish, bir imtihon, bir sinoq xarakterini o'ziga olgan jang. İnşallah vaqt munosabati bilan bugun to'xtasak, davomini uzluksiz davom qilamiz. Uhud, yani tekrar deb o'tsam, normal bir urush sifatida muomala qilingan bir urush emas. Shunga o'xshagan Qur'onda 60 nechaga yaqin oyat bu urush haqida to'xtaladi. Bizning oladigan inshaalloh nurg'un ibrat dars savoqlarimiz va Alloh bizni shu xil imtihon sinoqlardan o'tadigan ruhga ega qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.